3 yashar qizchada hayz kelgan. Ha, hayz kelgan. Siz ham hayron qolyapsizmi? Unda davomini ko'ring. Meni qabulimga ota-ona qizchasini olib keldi, 3 yashar. Va undan 2-3 kundan beri hayz qoni kelayotganiga shikoyat qildi. Men kuzatuvlardan, tekshiruvlardan o'tkazib, barcha laborator va obyektiv tekshiradigan kompyuter tomografiya deysizmi, UZI deysizmi, hammasidan o'tkazganimdan keyin qanaqa diagnoz qo'yishga hayron bo'lib qoldim. Sababi qizda hammasi 100% sog'lom edi. Lekin qon kelishi davom etmoqda. Qizchaning katta va kichik jinsiy lablarining orasiga mana shunaqa 1 sm kattalikda tikan kirib qolgan. Tikan girgan yer. Jonimiz sog' bo'lg'ay. Musibanchikkina yana tikan giribdi. Qizcha o'ynab yurgan paytida ehtiyotsizligi orqali yiqilib tushgan bo'lishi mumkin va o'sha joyga tikan kirib, sinib qolgan. Uni men olib chiqib tashlaganimda qon to'xtadi va qiz o'z dardiga davo topdi. O'shaning uchun, hurmatli ayollar, onajonlar, ayniqsa qiz bola tarbiyalayotgan onaxonlar, iltimos qizingizga e'tiborli bo'ling va bunday holatlar bo'lishini oldini oling. Zero mana shu qizlarimiz katta bo'lganda chiroyli ona, buvijon, onajon bo'lishadi. Baxtli oilani bekasi bo'lishadi. Hammangizga sog'lom turmush tilab qolaman.